5-ci dərs D, T. Əmdi biz 5-ci dərsdə şıngmu D və T-ni ügünümüz. Aldı bilen biz şıngmu D-ni ügünüp ötümüz. Birinci parça rəsmdə çepip ketivatqan bir at sızılğan bulup, at çapqan vaqtda atның tuyuqidan D degan bir xil ovoz chiqdi. Bu xil ovoz dal biz o'rganmoqchi bo'lgan shingmu D ning talaffuz qilinishidir. Kichik do'stlar, qani menga aks boqinglar. D. Shingmu D bilan taq yunmu E ni qo'shib boqaylik. D. Shingmu D bilan taq yunmu A ni birlashtirib talaffuz qilaylik. Ta. Tuanda biz shingmu T ni ügünümüz. Shingmu T ni talaffuz qilganda azroq kuchaymiz. T. Shingmu T bilan taq yunmu E ni birlashtirib o'qiylik. T. Yuqorqi rasmda sizilgan kunlikning egilgan tutqichi shingmu T ning shakliga nima degan o'xshagan ha? Shingmu T bilan taq yunmu A ni birlashtirib o'qiylik. Ta. Endi biz 4 tonni mashq qilaylik. Shingmu D'ga taq yunmu E qo'shilganda D. Shingmu D'ga taq yunmu I qo'shilganda Di. Shingmu D'ga taq yunmu U qo'shilganda Du. Shingmu T'ga taq yunmu E qo'shilganda T. Shingmu T'ga taq yunmu I qo'shilganda Ti. Shingmu T'ga taq yunmu U qo'shilganda Tu. O'rinning yuki eg'ir. Bir xo'jayin at bilan eshakka yuk ortib yo'lga chiqibdi. Eshakning yuki atning yukiga qaraganda eg'irroq ekan. Eshak atdan yordam so'rabdi. Aka, bo'lolmadim, bir oz yordam qilsangchi. Nima qarim, men shundoq ketaverman, debdi at ko'ranglab. Shundoq qilib yuki eg'ir eshak yerib hol qolmay oxir o'lib qopti. Xo'jayin amalsizlikdan yukning hammasini atga ortib yo'lga ravon bo'pti. Bu chaqda at o'z vaqtida eshakka yordam qilmaganligidan to'liq pushaymon qildi. Yanjing ko'z, xiao gülmek,邮票marka,体恤 mayka, 不舒服 mijazi yo'q bo'lmoq, 千 ming, 水果 mevjiva, 熊猫 mushuk iyiq, 唱歌 naqshi aytmoq,